Xodimga ta'til bermaganingiz uchun 4 milliondan oshiq jarima to'lashingiz mumkinligini bilarmidingiz? Ish beruvchilar ko'pincha kalendar yili bilan ish yilini adashtirib yuborishadi. Ya'ni 31-dekabrgacha ish yili deb hisoblashadi. Vaholanki, xodim ishga kirgan kundan hisoblanganda 1 yil muddat ish yili hisoblanadi. Ya'ni deylik 15-iyunda men ishga kirdim. 15-iyun 2024-yil bo'lsa, demak 15-iyun 2025-yilda bir ish yili bo'ladi va o'sha ish yili davomida siz ish beruvchi sifatida menga ta'til berishga majbursiz. Agar siz bu muddatni xodim o'zi ariza so'ramadi-ku, yozmadi-ku degan vaj bilan oqlamoqchi bo'lsangiz, adashasiz. Ya'ni buni oqlab bo'lmaydi. Siz ish beruvchi sifatida ta'tilni men so'raymanmi, yo'qmi, berishga majbursiz. Agar ish beruvchi sifatida siz xodimga ta'tilni bermasangiz, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 49-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravardan 10 baravarigacha, ya'ni 4 millionga yaqin summaga jarima to'lashga majbur bo'lasiz. Xodim bunda sizdan so'raydimi, ariza yozadimi, yozmaydimi, ahamiyatsiz. Foydalanilmagan ta'tilni mehnat shartnomasini bekor qilish paytida pulli kompensatsiya qilish mumkin. Bu haqida keyingi videoda batafsil gapirib beraman. Buni agar tartibini biladiganlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Demak, bu videoni otpuskasini ololmayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying yoki firma direktori ish beruvchi sifatida o'zini namoyon qiladigan tanishingizga jo'nating. Yil oxirigacha, ya'ni ish yili tugagunigacha barcha xodimlarga ta'tilni bersin.